Assalomu alaykum. Kanalimizda kuzatib borayotgan inkubator ishqibozlari, mana biz bugun mini inkubatorlarimizni taqdim etamiz ishqibozlarga. 49 talik nisushka usulidagi inkubator. Bular 66 ta tuxum oladi. Fleykasi sizni olib qo'ysa 72 ta tushadi. Mana bular 77 ta tuxum oladi. Fleykani olib qo'ysa 90 tagacha tuxum tushadi. Endi bular akkumulyatorda ham ishlaydi. 220 voltda ham avtomatik o'tib akkumulyatorga ulab qo'yilsa ishlaydi. Endi ishlatish jarayonini ozgina tushuntirib o'tamiz. Mana 77 ta tuxum tushadigan latoy qo'yilgan, ichida suv idish, kullerlar, original kuller qo'yilgan. Buni yoqsirab qotib qoladigan kullerlar emas. Endi bu ishlatish bundan qolgan joylarini olganlarga muntazam tushuntirib qo'yamiz, o'rgatib boramiz ishlatishda. Hop, bunisi ham xuddi shunga o'xshagan 66 ta tuxum oladi bu. Mana korpusi po'kayda o'zi emas, ustidan faner bilan mustahkam qilib qoplangan. Ko'p yilga o'zini holatini yo'qotmaslik uchun. Eshiklari ham 2 qavatli, sovuq o'tkazmaydigan narsadan qilingan. Va 49 taligimiz mana nesushka usulida bu tuxumni dumalatadi. Mana tuxumni dumalab 2 soatda yoqqa bu yoqqa borib kelib turadi bu. Mana aynalishi. Mana shunday aynalib o'zi avtomatik o'zini boshqaradi. Akkumulyatorga ulaydigan klimalari bor, mana ulab qo'ysangiz avtomatik svet o'chganda o'zi o'tadi. Endi bularni narxiga keladigan bo'lsak, mana bular 750 ming so'm. Hop, bu 66 taligimiz 1 million so'm. 1 million 200 ming so'm. Bu 77 talik. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Dastavka qilib beriladi. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerni yozib qo'yamiz. Bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.